Assalomu alaykum hammaga. SQLdagi LeetCode'dagi SQL 50 ta savolni 11-savoliga xush kelibsiz. Demak bizda students and examinations degan savol bor. Xo'sh, bu savolda bizda 3 ta table berilgan ekan. Demak, birinchi table students, unda faqat student ID va student name bor ekan. Ikkinchi table subjects, unda faqat subjectlar bor ekan. Va mana shu subject name degan bitta column bor va o'sha primary key hisoblangan, ya'ni bitta column faqat bir marta saqlangan. Uchinchi tableimiz examinations. Bunda qaysi student qaysi fandan ekzamen topshirgani haqida ma'lumot bor ekan. Xo'sh, bizani inputimiz mana shunaqa. Demak, mana studentlar bor: Alice, Bob, John, Alex. Bular unique. Mana bu student ID primary key bu yerda. Xo'sh, endi subject tableimizga qarasak, math, physics, programming. Demak, bu ham mana shu bizlarning o'tiladigan fanlarimiz va ular ham bu tableda unique saqlangan. Ya'ni bular qaytarilmaydi, duplicate holat bo'lmagan. Endi uchinchi tableimizga qarasak, bu ekzamen. Kim nima fandan ekzamen topshirgan? Ko'p marta topshirgan bo'lishi mumkin. Men bu yerda aytib qo'ygan, ana. There is no primary key column with unique values for this table. It may contain duplicates. Mana shu tableda duplikatelar bo'lishi mumkin degan. O'shaning uchun tableimizda primary key yo'q. Endi each student from the students table take every course from the subjects table. Each row of this table contains that student ID, attendant, exam, subject name. Xo'p, mana bu studentlar mana shu tableda saqlangan ekan. Qaysi fanlardan imtihon topshirgan. Misol uchun, mana bu birinchi IDdagi student matematikadan, fizikadan topshiribdi, programmingdan topshiribdi, yana fizikadan topshiribdi. Demak, 2 marta fizikadan topshirgan. Yana matematikadan topshiribdi. Demak, 2 marta bo'ldi. Pastda ham bitta matematikadan topshiribdi. Demak, birinchi IDdagi student 3 marta matematikadan topshiribdi, 2 marta fizikadan, 1 marta programmingdan topshiribdi. Endi ID 2 ga qarasak, student ID 2 programmingdan topshirgan, matematikadan topshirgan. Demak, fizikadan topshirmagan ekan. Agar javobimizga qarasak, bizda shunaqa javob kutilgan. Agar misol uchun student ID 2 fizikadan topshirmadim, qaysi fandan topshirmagan bo'lsa, o'sha 0 chiqsin. Qolgan topshirganlarini necha marta topshirganini counti chiqsin degan. Mana bu yerda savolda ham shunaqa yozilgan. Write a solution to find the number of times each student attended each exam. Return the result table ordered by student ID and subject name. Mana shunaqa output bizdan kutilgan. Xo'p, endi mana shu joyi bizani sal o'ylantiradi. Demak, student qaysidir fandan imtihon topshirmagan bo'lsa, 0 qo'ysin. Ya'ni haqiqatdan mana shu fandan imtihon topshirmagan deb chiqsin. Endi biza bu narsani qanday hal qilamiz? Birinchi mana o'sha database ga yuklab oldim. Endi bundan buyog'iga hamma savollarimizni SQL Server syntaxda upload qilamiz. O'shaning uchun men alohida SQL Server database create qilib oldim. MySQLda o'tgan videolarda har xil tushunmovchilik bo'lgani uchun. Xo'p, bizda mana shunaqa table datasi bor. O'sha LeetCode'da ko'rsatganimdan bir xil. Endi bizani birinchi qiladigan ishimiz nima qilamiz? Har birini oldiga, har bir studentni oldiga har bir fan kelib tushsin. Ya'ni Alice'ni oldiga, Alice uchun mana bu yerda 3 ta row paydo bo'lsin-da, math, physics, programming bo'lib kelib tushsin. O'shanday qilganimizdan keyin biz bilishimiz mumkin qaysi fandan imtihon topshirmaganini. Biz mana buni math, physics, programmingni har biriga apply qilganimizda, mana bunda demak 4 ta student bo'lsa, endi bizani mana bu ikkalasini join qilib qilganimizda bizda 12 ta row bo'ladi. Demak, birinchi student ID uchun 3 ta fandan imtihon topshirish kerak edi. Demak, 3 ta fan kelib tushadi mana bu yoqqa. Student 2 uchun ham xuddi shunaqa bo'lib kelib tushadi.
Endi har biri uchun 3 tadan row qo'yilsa, bizda 4 ta bor, demak 12 ta row bo'ladi. Endi 12 ta row bo'ladi. Biz nima qilamiz keyin? Oxirida mana bu table bilan left join qilamiz. Agar mana bu left joinni student id bilan mana bundagi subject name ga qilamiz. Agar subject name mana bu exam tableda bo'lmasa, demak o'sha fandan imtihon topshirmagan. O'sha joyda null qo'yib beradi bizga left join ishlatganimiz uchun. Oddiy count qilib qo'ysak, bizga kutgan rezultat chiqishi kerak. Demak, hozir yozib ko'rsataman. Yana ham tushunarli bo'ladi. Yozamiz. Select. Hozircha star qo'yib turaman. Star from demak, har bir studentning oldiga har bir subject tushishi kerak. Demak, yozaman students yozib qo'yaman. Mana bu Alice name as students. Endi har birining oldiga tushishi uchun bizda shunaqa jointer bor, cross join deydi. Bu kombinatsiyalarni amalga oshirib beradi. Demak, yozaman cross join subjects as sub. Demak, buni run qilganimda mana order by qilib, yana ham shunday bo'ladi. Order by student id. Demak, mana har biri uchun qaysi fandan imtihon topshirishini qo'yib berdi yoniga. Demak, Alice ham matematika, fizika, programmingni imtihon topshirishi kerak. Hammasi shu fanlardan imtihon topshirishi kerak. Endi mana bu ikkalasini qarasak, mana bu bizani qaysi studentlar qaysi fandan imtihon topshirgani haqida ma'lumot bor bu yerda examination degan tableda. Biza shunaqa query yozib oldik. Bunda qaysi fanlardan imtihon topshirish kerakligi bor. Ya'ni majbur, misol uchun mana bu 2 ID da turgan student Bob fizikadan imtihon topshirish kerak, majburiy. Lekin qarasak, mana bu tableda bizga topilmadi o'sha fizikadan imtihon topshirganlik haqida ma'lumot. Demak, shu joyga 0 qo'yishimiz kerak. Endi mana bunga join qilishimiz kerak. Biz joinni student id bilan subject name ga qilamizda, mana bu tablimiz hozir bizda left table bo'lib turibdi. Bunday qilib select qilsam, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Demak, mana bu bizani hozir left tableimiz, mana bu bizani right tableimiz. Demak, left join qilsak, mana bunda misol uchun id 2 uchun physics mana bunda topilmadimi? Demak, null qo'yib beradi mana shuni oldiga. Biz o'sha null orqali count qilganimizda, count o'zi null deb hisoblamaydi, просто 0 qo'yib ketadi. Endi demak, join qilayotganmiz examination tableda. Tak, order by the hozircha comment qilib turaman. Yozaman. Tak, left join examinations. Buni x yozib qo'yaylik. X yozib qo'yamiz. Yozaman. Xo'sh, mana bu ikkalasini qanday join qilamiz endi? Mana bundagi student id demak students dan kelibdi. Student id teng bo'lsin mana bundagi student id ga. Demak, bu examinationsdan keladigan student id. Examdagi student id ga. Endi qarasak, mana bunda 3 ta bor-ku bizda. Bizda unique value bo'lmayapti hozir. Unique holatlarni qilish uchun student id bilan subject name ni olsak, qarasak, mana bu unique. Mana bir physics bu unique row hisoblanadi. Demak, yana bitta column qo'shishimiz kerak. And endi mana bu subject name degan column subjects tabledan kelgan. Yozaman subject name equals to exam dot subject name. Endi buni run qilib ko'rsataman. Demak, bizda mana xuddi aytgandek bo'ldi.
biza option ham 3 ta table'imizni ham join qildik. Endi qarasak, mana bu order qilib, ya'ni yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana order qilganimda student ID'larni qo'ydi. Mana bu bizlar topshirish kerak bo'lgan fayllar. Qarasak, mana bu subject name bu exam table'dan kelgan. O'zi topshirganmi yo'qmi, o'sha haqida ma'lumotlarni saqlaydigan table'dan kelgan. Qarasak, physicsga null bo'lib kelib tushdi, chunki mana bu physics degan column bizani left table'imizda turgani, endi right table'da, ya'ni exam degan table'da yo'q. O'shaning uchun null qo'yib berdi. Endi nima qilamiz? Prosta mana shuni count qilamiz. Birinchi gruppalaymiz. Gruppalaymiz, demak, student name subject bo'yicha va count qilamiz. Javobda bizdan nima so'ralgan? Student ID, student name, subject name. Demak, shular bo'yicha count qilamiz. Student ID. Demak, student name ham studentsdan keladi. Student name, subject name. Subject name endi bizga ma'lumotlar kerak. Bu bizga mana bu subject degandan keladi. Subject degan table'da. Uni sub deb alice name qo'yib olganmiz. Subject name. Endi count qilamiz. Endi shu joyda countda bitta triki bor. Count star qilsam, mana buni o'rniga 1 qo'yib yuboradi, chunki null da ham count star haqiqiy row deb hisoblaydi. Count yozib column name'ini yozsam, demak mana bu columnni count qilgin desam, endi hozir bu null da o'rniga prosta 0 qo'yib beradi. Chunki null da countni ichiga column yozganimizda u value deb hisoblamaydi. O'shaning uchun yozaman count qilgin examdagi subject name. Endi count ishlatganimizdan keyin group by yozaman-da. Mana shuni copy qilib qo'ysam, menimcha yetarli. Group by shu bo'yicha gruppalasin, order by shu bo'yicha order ham qilsin. Xo'sh, mana bizani javobimiz chiqdi. Demak, qarasak, Alice mana matematikadan 3 ta topshiribdi. Bu columnni attended exams degan. Demak, qarasak, Alice matematikadan 3 ta topshirgan ekan imtihon, fizikadan 2 ta, programmingdan 1 ta. Javobga qarasak, xuddi shunday 3 2 1 bo'lib turibdi. Endi bob uchun ham 3 ta row kelgan, biz kutganimizda, agar topshirmagan bo'lsa 0 qo'yib bersa, mana fiziksdan topshirmagan 0 qo'yib bergan. Misol uchun Alex matematikadan topshirmagan ekan. Alex hech qaysidan topshirmagan ekan, mana uchalasiga 0 qo'yib berdi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa ekan. John hammasidan bitta topshirgan ekan. Demak, bizning solutionimiz xuddi shunaqa bo'ldi. Copy qilib tekshiramiz. Tak, bizning javobimizni qabul qildi. Endi submit qilib ko'ramiz. Javobimizni qabul qildi. Demak, solutionimiz shunaqa bo'ldi. Bunda cross join bilan left joinni ishlatib, mana shu savolimizga javob topdik.